Diqqat aholiga tezkor shoshilinch xabar. O'zbekistonda hozirgina dollar va rubl kursi belgilandi. Ertaga 3-iyuldan boshlab O'zbekistonda dollar bunaqasi bo'lmagan. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-iyul kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra Rossiya rublining kursi 1,63 so'mga pastlab 160,18 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 153,86 so'mga pastlab 14,821,70 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 84,40 so'mga pastlab 12,591 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabarimiz keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like bosishni unutmang.